Mani sevmaydigan erim bilan bugun muhim uchrashuvimiz bor. Ko'pchilik meni yaxshi ko'radigan kuzatuvchilarimning fikri bo'yicha turmush o'rtog'im majburlikdan yashayotgan ekan. Bilmadim-ku, lekin bugun uchrashuvimiz juda ham muhim, chunki biz bu insonlar bilan turmush o'rtog'im institut davridan beri, men bo'lsam Koreyaga kelganimdan beri ancha yaqin bo'lib, yaqin o'rtoqlarimiz, oilaviy do'stlarimiz. Shuning uchun bugungi ko'rinishim mana shunday Dyson bilan sochlarimni to'g'irlab, ukladka qilishni boshladim. Mana shu kiyimni kiyaman. Bugun uzungina, chiroyligina ko'ylak kiyishga qaror qildim. Chunki hamma opajonlarimiz mendan yoshlari salgina kattaroq, lekin judayam men bilan qalin va judayam mehribon opajonlarim. Men Koreyaga kelganimdan beri ko'p meni eshitib, ko'p menga yordam berib kelgan insonlardan biri. Shuning uchun ham ular bilan ko'rishishni intizorlik bilan kutib turibman. Ayniqsa bitta turmush o'rtog'im juda uzoqdan Pusandan kelyapti. Har yilda 3-4 marta shunaqa yig'ilib oilaviy o'tiramiz, gaplashamiz. Hatto yangi yildan oldin ham shunaqa chiroyli o'tiramiz va bir yil davomida qilgan ishlarimizni muhokama qilamiz. Xullas, ko'rib turganingizdek, yuzimni ham naridan beri salgina o'zimga qarab oldim. Turmush o'rtog'im ham shortikda, futbolkada unga umuman sovuq ta'sir qilmaydi, lekin ko'cha ancha sovuqligi uchun men ustimdan kostyum ham kiyib olaman. Mana shunday sumkamni ko'tarib turmush o'rtog'im bilan yo'lga chiqdik. Sog' bo'lasizlar, bugun yaxshi videolar qo'yishga harakat qilaman.